Vue.js'da AI bilan dasturlayotganimda checkbox yaratib ketdi. Xo'p, frontendda ishlayapti. Zo'r, chiroyli, lekin backendga ma'lumotlar noto'g'ri ketyapti. Okey, endi muammoni yechish kerak. Kodini ochdim. AI yozgan kod. Xo'p, juda qiyin. Vue use core, use forward prompts emit. Nima? Tushunmadim. AI'da o'ziga aytdim. To'g'rilagin. Taxminan 10 daqiqacha o'yladi, to'g'rilamadi. Shunda vaziyatni o'z qo'limga olishga niyat qildim. Xo'p, men bilardim, mani stackimda Laravel Vue Inertia'da Reka UI ishlatiladi. Xo'p, Reka UI o'zi checkboxlar bilan qanday ishlashini official documentationga kirdim. Official documentationda hamma yoq oddiy va oson. vModel two-way binding Vue.js'ni ishlatgan va shu bilan muammo hal bo'lgan. Oson. Endi AI yozgan kodini qaranglar. Use forward prompts, reactive omit. Juda qiyin. Nima qilamiz? O'chirib tashlab, shunday tayyor kodni olib turib copy paste qilib qo'yib, faqatgina bu yoqda u ref true qilib yozib ketgan bo'lsa, men define model qilib berganman. Qolgan narsalari vModellar xuddi shunday. Nimaga define model qilganman? Chunki men buni parentda ishlatganimda u yoqda ham vModel ishlatganim uchun ketma-ket ichiga kirib ketgani uchun, shuning uchun define modelga o'zgartirib qo'ydim va hamma yoq tekis ishladi. Ko'rishingiz mumkin. AI kodni qiyin qilib yozib o'rgan. Men unga aytganman, Reka UI ishlatyapman. Kerak bo'lsa documentationdan qarashim mumkin. Lekin katta requirement berilganda unga, katta bir task berilganda, bunaqa mayda narsalarda u xato qilib ketishi mumkin yoki kompleks, qiyin kod yozib ketishi mumkin. Shunda agarda tushunmasangiz, shunday documentationdan to'g'ri yo'lini olib turib, oddiy yechim qo'ysa ishlab ketiladi. Agarda shu mavzular sizga qiziq bo'lsa va dasturlash bo'yicha onlayn kurslar qiziq bo'lsa, bizning Telegram kanalimizga o'ting. Rahmat.